Angliyaning nüfuzluq axborot organi BBC kanalı 2 fevral günü Uyghur lager şahidi Tursuna Ziyavuddinning guvohligi ostida Uyghur ayollarining lagerlarda sistemalik bosqinchilik va jinsiy zo'ravonlikqa uchrayotganligi haqida maxsus xabar tarqatib, zo'r g'ulg'ul paydo qildi. Buning bilan dunyoning har qaysi joylarida Xitoyning jinoyatlariga qarshi zo'r norozilik qo'zg'aldi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu haqda maxsus bayonot e'lon qildi. Mazkur bayonotda bu qilmishlar cho'qim og'ir jazoga tortilishi kerak deyildi. Bayonotda yana munolar deyilgan. Şinjandagi Uyg'urlar va boshqa musulmon ayollarining jazo lagerlarida sistemalik bosqinchilik va jinsiy parakanchiliklarga uchrayotganligi haqidagi birinchi qo'l paktli xabarlar bizni qattiq bearam qildi. Xitoy Xalq Jumhuriyati doiralari kishini cho'chitadigan bu ayblashlar ham shundoqla u yerda yuz berayotgan boshqa vahshiyliklar ustidan xalqaro kuzatuvchilarning darhol mustaqil tekshirish yurgizishiga yo'l qo'yishi kerak. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotida yana tuvandagi muhim nuqtalarni ta'kidladi. Tashqi ishlar ministri Blinken aniq qilib aytgandek, u Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizildi degan hukmda ching turdi. Uningda o'zgarish bo'lgani yo'q. Xitoy Xalq Jumhuriyati Şinjanda Uyg'urlarga va boshqa oz sonli millatlarga qarshi insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi va irqiy qirg'inchilik qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotida yana insonning vijdonini qattiq azoblaydigan bu vahshiyona qilmishlarning javobgarligi cho'qim surishta qilinishi kerak dedi. Bayonotda mundaq deyildi: İnsan vicdanını qattiq azoblaydigan bu vahshiyliklarni sodir qilguvchilar cho'qim og'ir jazolantirilishi kerak. Amerika Xitoy Xalq Jumhuriyati rahbarlarini xohlagancha qo'lga ilingan barliq kishilarni darhol qo'yib berishga va jazo lagerlarini bekor qilishga chaqirdi. Shuning bilan bir vaqtda yana Xitoy hukumatidan majburiy tug'mas qilishni to'xtatishini, barliq qiyin qistoqlarga xotima berishini, jumladan Şinjandagi Uyg'urlarni asos qilgan oz sonli millat kishilariga ziyonkashlik qilishini to'xtatishini talab qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotining oxirida mundaq deyilgan: Biz ittifoqdoshlarimiz bilan birlikda bu masala haqida davomli so'zlaymiz. Vahshiyona qilmishlarni qattiq ayblashni izchil davomlashtiramiz. Barliq muvofiq vositalarni qo'llanib, mas'uliyatni surishtirishni ilgari suramiz va yanada ko'p ziyonkashliklarning oldini olishga tirishamiz.